Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar va kanalimizning sodiq kuzatuvchilari. Bugun men sizga shunchaki muhim emas, balki hayotingizni shunchaki mumkin bo'lgan, ayniqsa yoshi 60 dan oshganlar uchun juda ham dolzarb va hayotiy axborot bilan keldim. Agar siz yoki yaqinlaringiz 60 yoshdan oshgan bo'lsa, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Chunki men hozir sizga aytadigan ma'lumotlar nafaqat sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin, balki ko'pchilik e'tibordan chetda qoldirgan, ammo o'ziga xos imkoniyatlarni ochib beradi. Bu yangilik shunchaki qog'ozdagi qoida emas, bu minglab insonlarning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan haqiqiy yordamdir. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni hamda ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizning jamoamiz uchun katta motivatsiya va siz uchun yangi dolzarb ma'lumotlarni topishga yordam beradi. Muammoning asosi ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari ayniqsa nafaqaxo'rlar uchun beriladigan ijtimoiy yordam va nafaqalar tizimi juda murakkab va ba'zan tushunarsiz edi. Ko'pincha fuqarolar qanday yordam turlari mavjudligini, ularga kim murojaat qilishi mumkinligini va qanday hujjatlar talab qilinishini bilishmas edi. Mavjud nafaqalar miqdori esa ko'pincha hayot narxiga mos kelmasdi. Bu esa ko'plab keksa yoshdagilarning moddiy ahvolini og'irlashtirardi. Ba'zi bir toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar mavjud bo'lsa-da, ularning miqdori cheklangan edi va ularni olish jarayoni ham ko'p vaqt va kuch talab qilardi. Misol uchun, ilgari minimal pensiya oladigan bir keksa yoshdagi shaxs, agar uning yonida unga yordam beradigan farzandlari yoki yaqinlari bo'lmasa, o'z ehtiyojlarini qondirishda juda qiynalardi. Dorilar, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va boshqa kundalik xarajatlar uning uchun katta yuk bo'lib, har bir tiyinni hisoblashga majbur qilardi. Qish faslida isitish uchun qo'shimcha xarajatlar esa vaziyatni yanada murakkablashtirardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga va ularning turmush darajasini oshirishga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Shu maqsadda yaqinda qabul qilingan qator qonunlar va prezident qarorlari asosida yoshi 60 dan oshgan fuqarolarimiz uchun, ayniqsa moliyaviy ahvoli og'ir bo'lganlarga qaratilgan yangi va ancha katta miqdordagi yordam dasturlari joriy etildi. Bu shunchaki pensiya miqdorini oshirish emas, balki bu qo'shimcha maqsadli yordam bo'lib, muhtojlarga bevosita va samarali ko'mak berishga qaratilgan. Bu yordamning asosiy maqsadi keksa avlod vakillarining munosib hayot kechirishlari uchun sharoit yaratish, ularning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash va eng muhimi, moliyaviy qiyinchiliklar tufayli yuzaga keladigan stress va xavotirlarni kamaytirishdir. Oldingi davrda yordamga muhtoj kishilar ko'pincha o'z muammolari bilan yolg'iz qolishgan bo'lsa, hozirda davlat mexanizmi ularni qo'llab-quvvatlash uchun yanada samarali ishlay boshladi. Bu o'zgarish nafaqaxo'rlarga nafaqat moliyaviy yordam beradi, balki ularga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatilayotganini his qilish imkonini beradi. Birinchi asosiy qism: batafsil tahlil nima bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas? Eng avvalo shuni bilishingiz kerakki, bu yangi yordam universal emas. Ya'ni uni hamma nafaqaxo'rlar ham avtomatik tarzda olmaydi. Bu maqsadli yordam bo'lib, uning asosiy mezonlari mavjud. Ushbu yordam birinchi navbatda minimal pensiya yoki nafaqa oluvchilar, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolganlar, yolg'iz yashovchilar, boquvchisini yo'qotganlar, nogironligi bo'lgan farzandlari yoki yaqin qarindoshlariga g'amxo'rlik qilayotgan keksa yoshdagi fuqarolar uchun mo'ljallangan. Agar sizning pensiyangiz hozirgi kunda belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa yoki sizning oylik daromadingiz oila a'zolaringiz soniga bo'lganda jon boshiga to'g'ri keladigan miqdor hukumat tomonidan belgilangan me'yordan past bo'lsa, sizda bu yordamni olish uchun katta imkoniyat bor. Misol uchun tasavvur qiling. Toshkent shahrida 72 yoshli Munavvara xola yashaydi. Uning pensiyasi har oyda 800 ming so'm. Munavvara xola yolg'iz yashaydi, farzandlari yo'q. Uning asosiy xarajatlari dori-darmonlar, kommunal to'lovlar, gaz, svet, suv, uy-joy kommunal xizmatlari va oziq-ovqatdan iborat. Uning minimal pensiyasi hozirgi kunda o'rtacha bir kishining yashash xarajatlarini qoplamaydi. Munavvara xola yangi dasturga ko'ra ijtimoiy himoyaga muhtoj toifasiga kiradi. Uning yashash sharoitlari, sog'lig'i va moliyaviy ahvoli o'rganib chiqilgandan so'ng, unga har oyda pensiyasidan tashqari qo'shimcha 500 ming so'm miqdorida yordam puli tayinlanishi mumkin. Bu degani, Munavvara xola endi jami
1 milyon 300 ming so'm oladi. Bu esa uning kundalik ehtiyojlarini qondirishda sezilarli yengillik beradi. U endi dorilarni sotib olishga, uyini isitishga va sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishga qiynalmaydi. Bu uning hayot sifatini tubdan yaxshilaydi. Yana bir misol. Qashqadaryo viloyatida yashovchi 65 yoshli Rahim bobo va 63 yoshli Zaynab momo, ularning har ikkisining pensiyasi minimal darajada bo'lib, birgalikda taxminan 1 million 600 ming so'm atrofida daromadga ega. Ular bilan nogironligi bor katta yoshli nevarasi yashaydi. Unga doimiy parvarish kerak. Bu vaziyatda Rahim bobo va Zaynab momo oilasining umumiy daromadi oila a'zolari soniga 3 kishi bo'linganda jon boshiga to'g'ri keladigan daromad me'yordan ancha past bo'ladi. Davlat bu holatni inobatga olib, ularga har oyda 700 ming so'm miqdorida qo'shimcha moddiy yordam ajratishni ko'rib chiqishi mumkin. Bu ularga nabirasining dori-darmonlari, maxsus parvarish vositalari va oziq-ovqatiga ketadigan xarajatlarni qoplashda katta yordam bo'ladi. Ular endi har oyda umumiy hisobda 2 million 300 ming so'm oladilar. Bu ularning ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi va ularga nabirasiga yanada yaxshi g'amxo'rlik qilish imkoniyatini beradi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Asosan moliyaviy ahvoli og'ir bo'lganlar, kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelganlar, masalan kasallik, uzoq muddatli davolanishga muhtojlik, yashash sharoitlarining yomonlashuvi kabi holatlarda bo'lgan keksa yoshdagilar. Aynan shu toifa fuqarolar ushbu yordamni olishga asosiy da'vogarlar hisoblanadi va ular bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasliklari kerak. Kimga tashvishlanish kerak emas? Agar sizning pensiyangiz yoki boshqa daromadlaringiz sizning va oilangizning ehtiyojlarini to'liq qoplayotgan bo'lsa, agar sizning moddiy ahvolingiz barqaror bo'lsa va siz ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblanmasangiz, ehtimol bu dastur aynan siz uchun emasdir. Davlat resurslari eng muhtojlarga qaratilganligini tushunish muhimdir. Ammo shunga qaramay, har qanday holatda ham agar sizning moliyaviy ahvolingizga oid shubhalaringiz bo'lsa, tegishli idoralarga murojaat qilishdan tortinmang. Ba'zida odamlar o'zlarining huquqlari va imkoniyatlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasliklari mumkin. Shuning uchun hatto siz o'zingizni tashvishlanish kerak emas toifasiga kiritgan bo'lsangiz ham axborotni tekshirishga harakat qiling. Ehtimol siz bilmagan ba'zi bir yordam turlari sizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Bu yordam faqatgina pul to'lash bilan cheklanib qolmaydi. Uning doirasida tibbiy xizmatlar, sanatoriy kurortlarda davolanish uchun imtiyozlar, kommunal to'lovlarni qoplashda yordam, hatto ba'zi hollarda uy-joy sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan dasturlar ham ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Bu butun bir ijtimoiy paket bo'lib, keksa avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, to'siqlar va nonuslar. Bu katta yordam dasturida ko'rinadigan qoidalardan tashqari bir qator istisnolar, kutilmagan to'siqlar va ba'zan tushunilishi qiyin bo'lgan nonuslar ham mavjud. Ularni bilish sizga ariza berish jarayonida va yordamni olishda ancha yordam beradi. Birinchidan, yashash joyi. Ba'zi yordam dasturlari aynan sizning doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilingiz bo'yicha beriladi. Agar siz doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilingizdan boshqa joyda yashasangiz va bu joyda vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, yordamni olishda ba'zi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, siz Toshkentda doimiy ro'yxatdan o'tgansiz, ammo qishloqdagi qizning uyida yashaysiz. Qizning uyida vaqtinchalik ro'yxatdan o'tganingiz sababli mahalla hokimiyat organlari yoki pensiya jamg'armasi sizning moliyaviy ahvolingizni va ehtiyojingizni baholashda chalkashliklarga duch kelishi mumkin. Bunday holatlarda yordam olish uchun murojaat qilayotganda yashash joyingiz haqida aniq ma'lumot berish va zarur bo'lsa vaqtinchalik ro'yxatga olinganligingizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish muhimdir. Ba'zi hollarda maxsus komissiya sizning haqiqiy yashash sharoitingizni o'rganish uchun joyga chiqishi ham mumkin. Bu albatta vaqt talab qiladi, ammo shaffoflikni ta'minlash uchun zarur. Ikkinchidan, daromadlarni hisoblash. Sizning pensiyangizdan tashqari boshqa daromad turlari ham hisobga olinadi. Masalan, agar sizda qo'shimcha daromad manbai mavjud bo'lsa, bu ijara daromadi bo'lishi mumkin. Bankdagi omonatdan foizlar. Kichik bir biznesdan tushadigan daromadlar yoki hatto farzandlaringizdan muntazam keladigan moddiy yordam ham hisobga olinishi mumkin. Ko'pchilik buni yashirishga harakat qiladi. Ammo davlat organlari bugungi kunda bu ma'lumotlarni turli manbalardan, soliq idoralari, banklar, kadastr xizmati olish imkoniyatiga ega.
Agar siz ariza berayotganda bu ma'lumotlarni yashirsangiz va keyinchalik bu ma'lumotlar aniqlansa, siz nafaqat yordamdan mahrum bo'lishingiz, balki ilgari olingan yordam pullarini qaytarishingiz ham talab qilinishi mumkin. Shuning uchun barcha daromadlarni shaffof va to'liq ko'rsatish juda muhim. Masalan, sizning hisobingizga har oyda farzandingiz chet eldan ertalab $300 yuborib turadi. Bu ham sizning daromadingiz hisoblanadi va bu pulni yashirish maqsadga muvofiq emas. Uchinchidan, mol mulkning mavjudligi. Ba'zi hollarda oilaning mol mulk holati ham e'tiborga olinadi. Agar sizda bir nechta uy-joy, yer uchastkasi, qimmatbaho avtomobil yoki boshqa katta qiymatli mol mulk bo'lsa, bu sizning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajangizga ta'sir qilishi mumkin. Bu degani emas, albatta hamma narsadan mahrum bo'lishingiz kerak. Ammo agar sizda 2 yoki 3 kvartira bo'lsa va ulardan 2tasi ijaraga berilgan bo'lsa, bu sizning qo'shimcha daromadga ega ekanligingizni ko'rsatadi. Lekin agar sizning yagona uy-joyingizda yashash sharoitlari juda yomon bo'lsa, masalan, ta'mirtalab bo'lsa yoki qish faslida isitish tizimi ishlamasa, bu ham inobatga olinadi. Har bir holat alohida ko'rib chiqiladi va komissiya har tomonlama baholaydi. 4-dan byurokratik to'siqlar. Afsuski, har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu dasturda ham ba'zi byurokratik to'siqlar paydo bo'lishi mumkin. Hujjatlarni yig'ish, turli idoralarga borish, navbat kutish, ba'zi xodimlarning sust ishlashi bularning hammasi jarayonni qiyinlashtirishi mumkin. Ammo sizning huquqlaringizni bilishingiz va ularni himoya qilishdan qo'rqmasligingiz kerak. Agar sizga asossiz ravishda yordam berishdan bosh tortishsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki ombudsman institutiga murojaat qilishdan tortinmang. Ko'pincha oddiy shikoyat ham vaziyatni o'zgartirishi mumkin. 5-dan ma'lumotlarning yangilanishi. Yordam tayinlangach ham sizning moliyaviy ahvolingiz va oilaviy sharoitingiz muntazam ravishda nazorat qilib turiladi. Agar sizning ahvolingiz yaxshilansa, masalan, farzandlaringizdan biri ishga kirib, sizga ko'proq yordam bera boshlasa yoki siz yangi daromad manbaiga ega bo'lsangiz, yordam miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki butunlay to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarishlar haqida tegishli organlarga xabar berish majburiy hisoblanadi. Sizning kelajakda qonuniy muammolarga duch kelishingizning oldini oladi. Yordam beruvchi tashkilotlar sizning ahvolingizni vaqti bilan qayta ko'rib chiqishlari mumkin, odatda har 6 oyda yoki 1 yilda bir marta. Bu istisno va noaniq nuanslar haqida oldindan ma'lumotga ega bo'lish sizga yordam olish jarayonida ancha strategik afzallik beradi va kutilmagan vaziyatlarning oldini olishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qism amaliy qadamlar. Bu yordamni olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Birinchi qadam mahallaga murojaat. Eng avvalo o'zingiz yashayotgan mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Mahallaning ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ul xodimi sizning birinchi yordamchingiz bo'ladi. U sizning oilaviy ahvolingizni, moliya holatingizni, yashash sharoitlaringizni o'rganadi. Agar siz yordamga muhtoj deb topilsangiz, ular sizga kerakli hujjatlar ro'yxat taqdim etishadi va ariza to'ldirishga yordam berishadi. Mahallaning roli juda katta, chunki ular sizning sharoitingizni eng yaqindan bilishadi va sizga eng to'g'ri maslahat bera oladilar. Ular sizning haqiqiy muhtojligingizni tasdiqlovchi xulosa berishadi. Ikkinchi qadam hujjatlarni yig'ish. Sizdan quyidagi asosiy hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ro'yxat o'zgarishi mumkin. Shuning uchun mahalladagi mas'ul xodimdan aniq ro'yxatni so'rang. Pasport nusxasi, oila a'zolarining pasport nusxalari ham kerak bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomasi nusxasi. Oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz ishladingizmi yoki qayerdandir rasmiy daromadingiz bormi, bu haqda ma'lumot kerak bo'ladi. Ish joyingizdan, agar ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasidan olinadi. Agar ishsiz bo'lsangiz, bu haqda ham ma'lumot beriladi. Bank hisob raqamingiz rekvizitlari yordam puli aynan shu hisob raqamiga o'tkaziladi. Nogironlik guvohnomasi nusxasi. Agar sizda yoki oila a'zolaringizda nogironlik bo'lsa, tibbiy ma'lumotnomalar, agar og'ir kasalliklar, uzoq muddatli davolanishga muhtojlik bo'lsa, bular shuningdek sizning tibbiy xarajatlaringiz yuqori ekanligini tasdiqlashi mumkin. Ba'zi hollarda uy-joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari talab qilinishi mumkin. Agar siz yolg'iz yashaydigan keksa yoshli bo'lsangiz,
Bu holatni tasdiqlovchi hujjat. Boquvchisini yo'qotganlar uchun guvohnoma. Barcha hujjatlarni bir joyga to'plang. Ularning nusxalarini tayyorlang va asl nusxalarini ham o'zingiz bilan olib boring. Chunki ularni taqqoslashlari mumkin. 3-qadam ariza to'ldirish va topshirish. Mahalla fuqarolar yig'ini sizga maxsus shakldagi arizani to'ldirishga yordam beradi. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, oilaviy ahvolingiz, moliyaviy holatingiz va nima uchun ushbu yordamga muhtoj ekanligingiz haqida batafsil ma'lumotlar ko'rsatiladi. Ariza to'ldirilgandan so'ng uni barcha yig'ilgan hujjatlar bilan birga mahallaning ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ul xodimiga topshirasiz. U arizani ro'yxatdan o'tkazadi va sizga uning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnoma berishi kerak. 4-qadam arizani ko'rib chiqish va qaror qabul qilish. Sizning arizangiz va hujjatlaringiz mahalliy hokimiyat huzuridagi ijtimoiy himoya bo'limiga yuboriladi. Bu yerda maxsus komissiya sizning murojaatingizni sinchiklab o'rganib chiqadi. Ular sizning daromadlaringizni, mol-mulkingizni, oilaviy tarkibingizni va boshqa ijtimoiy sharoitlaringizni tahlil qiladilar. Ba'zi hollarda komissiya a'zolari sizning yashash joyingizga borib, sharoitingizni bevosita o'rganishlari mumkin. Bu jarayon odatda 15 ish kuni ichida amalga oshiriladi. Natijada sizga yordam tayinlash yoki rad etish to'g'risida rasmiy javob beriladi. Agar yordam tayinlangan bo'lsa, sizning bank hisob raqamingizga belgilangan muddatlarda pullar o'tkaziladi. Agar rad etilsa, rad etish sabablari aniq ko'rsatiladi. Bu esa sizga holatni tushunish va zarur bo'lsa, yangi hujjatlar bilan qayta murojaat qilish imkonini beradi. 5-qadam monitoring va o'zgarishlar haqida xabar berish. Yordam tayinlangandan so'ng esda tutingki, yuqorida aytib o'tganimizdek, sizning holatingiz vaqti bilan ko'rib chiqiladi. Agar sizning moliyaviy ahvolingizda yoki oilaviy sharoitingizda sezilarli o'zgarishlar ro'y bersa, masalan, qo'shimcha daromad paydo bo'lishi, oila tarkibining o'zgarishi, bu haqda zudlik bilan mahallaning ijtimoiy xodimiga yoki pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Bu sizni kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklar yoki qonuniy muammolardan himoya qiladi. Bu qadamlarni to'g'ri va ketma-ket bajarsangiz, ushbu muhim yordamni olish imkoniyatingiz ancha oshadi. Esda tuting, bu sizning haqqingiz va davlat tomonidan taqdim etilayotgan imkoniyatdir. Undan unumli foydalanish kerak. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli tomoshabinlar, bugun men sizga yoshi 60 dan oshgan fuqarolarimizga beriladigan yangi juda katta moddiy yordam dasturlari haqida batafsil ma'lumot berdim. Shunchaki bir yangilik emas, balki keksa avlod vakillarining hayotini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan amaliy qadamdir. Sizning moliyaviy ahvolingizni barqarorlashtirish, kundalik ehtiyojlaringizni qondirish va sizga munosib keksalikni ta'minlash uchun davlat tomonidan yaratilgan bu imkoniyatdan foydalanish sizning qo'lingizda. Yodda tuting, bu yordam faqatgina eng muhtojlarga qaratilgan bo'lib, har bir holat alohida o'rganib chiqiladi. Agar siz o'zingizni shunday toifaga kiritgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz orasida shunday insonlar bo'lsa, ularga bu videoni ko'rsating va birinchi qadamni tashlashga yordam bering. Mahalladagi mas'ul xodimlar sizga to'liq ma'lumot berishga va hujjatlarni yig'ishga yordam berishga majburdir. O'zingizning huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan aslo tortinmang. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu yangilik haqida qanday fikrdasiz? Siz yoki yaqinlaringiz shunga o'xshash yordamlardan foydalanganmisiz? O'z tajribangizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero, bizning asosiy maqsadimiz sizni doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlar bilan ta'minlashdir. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.